tushda kana ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi kana odamlarning ayollaridir. Tushida kana badanini yeyayotganini ko'rsa, uning miqdoricha ayoli molidan yeyishini bildiradi. Tushida chorva mollarida ko'plab kanalar borligini ko'rsa, odamlar uning mollaridan foyda olishlariga dalildir. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushida kanalarni o'zidan olib tashlayotganini ko'rsa, xotinini o'zidan uzoqlashtirishiga dalildir. Agar hayvonlaridan kanalarni olib tashlayotganini ko'rsa, hech kimga foyda yetkazmasligiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi kana 3 narsani bildiradi: xotinni, xodim va xizmatkorlarni va ko'p boylikni. Agar kanalar o'ldirilganini ko'rsa, aytilgan narsalarda nuqson yuz berishini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.